Alhamdulillah, umra safarimiz ham juda go'zal, chiroyli, yuksak darajada maroqli, unutilmas bo'lib o'tyapti-da. Madina ziyorati qalbimizni pokladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak shahri bizga ulkan ma'naviy zavq berdi. Har kuni Masjidi Nabaviyda peshmahal namozlarimizni ado etdik, tahajjud ibodatlariga qatnashdik. Bundan tashqari Madina sayohatiga chiqdik. Uhud tog'iga, sahobalarimiz shahid bo'lgan muborak joylariga ziyorat qilib, duolar qildik. Makkada tavof qildik. Safa Marva orasida sa'y qildik. Arafat tog'iga biz uchun chuqur ma'naviy ta'sir qoldirdi. Tabiat qo'ynida tashkil etilgan kechki pikniklar, mahalliy taomlarimizdan tarqalishi, Sulaymon Rojihiy majmuasida bo'ldik. Ziyofatlar berildi. Safarga alohida fayz qo'shildi bu ham. Xo'p, Qizil dengiz bo'yidagi o'tgan damlar ziyoratimizni yana go'zal qilib boyitdi-da. Ziyoratchilarimiz safardan nihoyatda mamnun ketgisi kelmayapti. O'zim ham xuddi shunday bo'ldim. Bu muvaffaqiyat avvalo Allohning inoyatida, shuningdek safar davomida xizmat ko'rsatgan, bizga yo'l yo'riq ko'rsatgan ellikboshimiz Hasanxon aka, butun jamoamizni fidoyiligi sababidir-da. U kishiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Tanlari sog' bo'lsin. Alloh taolo qilgan xizmatlarini o'z huzurida qabul qilsin. Shuni alohida aytib o'tish kerakki, umra ziyorat safarini rejalashtirishda turfirma ellikbosh tanlovida juda muhimda. Safarning xavfsizligi, tartibli o'tkazilishi, ziyoratchilarning farovonligi ko'pincha ellikboshlar tajribasi va tashkilotchilik qobiliyatiga bog'liq bo'lib qoladi. To'g'ri firmani tanlagan holda siz nafaqat qulay sayohat olasizda, balki safar davomida diniy, madaniy bilimlaringizni ham oshirasiz. Ko'p narsalar amaliy ravishda o'rganib, ziyoratning haqiqatini chuqurroq his etasiz. Shu sababli tur firmasi va ellikbosh haqida yaxshi ma'lumot so'rang. Tavsiyalarni tekshiring, o'zingiz ishonch hosil qiling. Yaxshi jamoani tanlang-da. Bizda shunday bo'ldi. Rost izladim, topdim. Yaxshi adashmaman. Alloh yaxshi insonlarga yo'naltirdi. Mana xonadonlarimiz ham juda bir-birlaridan yaxshi, jamoamiz ham, ellikboshimiz ham juda mamnunmiz, xursandmiz, alhamdulillah. Bunday muqaddas safarlar orqali biz nafaqat ibodatlarimizni ado etdik, balki qalbimizni tozalab, yangi ma'rifat, xotiralar bilan qaytamizda. Gapirsam juda gap ko'p. Alhamdulillah. Qayta va qayta kelish nasib qilsin barcha musulmonlarimizga, yaqinlarimizga, qadrdonlarimizga.